Bir vaqtda cemaat İbrahim bin Adham yanına bir kişi gelip so'rov beradi. Bu kişi endi gunohlar qilgan yarada. Bizda da qay bir shaklarda gunoh qilarga tilak uyana sabab izlarga tirishamiz. O'sha оправдание topara tirishamiz shu gunohni ishlash uchun. Ham shu vaqtda shu kishi keladi aytadi: "Ey Ibrohim, dey, men gunoh qilasim keladi. Menga ruxsat ber." Albatta siz bilasiz, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam yanına da qay bir ishlarga kelib gunoh qilarga ruxsat so'ralar edi. Bunda da bu so'ray: "Menga ruxsat ber, dey, gunoh qilasim keladi." Shu vaqtda İbrahim alayhisalom aytadi: "Ruxsat beraman, agarda 6 shartning birisini o'tasan." Yaraydi, sida dey. Shunda aytadi: "Birinchisi dey, sen Alloh ko'rmagan yerda gunoh qil. Mana Alloh ko'rmay turgan yer topda, shunda gunoh qil." Shu vaqtda da kishi aytadi: "Anday o'rinlarni qayda men bo'lmayman. Hatto yulduzda bo'lsam da Alloh subhanahu va taolo baribir meni ko'rashadi." Yaraydi. Ikkinchi shart: shuni bo'ldirsam gunoh qilasan. Gunoh qilasan kelsa, Allohning rizqini oshirma. Bet Alloh subhanahu va taolo nima ne'mat bo'lmasin, u ne'matni bizga bir maqsad bilan berdi. "Va ma xalaqtul jinna val insa liya'budun." Haqiqatda jinlar ham kishilar Allohga ibodat uchun yaratilgan. Bunday tarjima beradilar, lekin bunda tarjima biroz boshqaroq. Adam bolasi ham jinlar bir narsa uchun yaratilmagan, illa magar ibodat qilish uchun. Faqat shu maqsad qiladi. Demak, oshxo'rga da Alloh taolo bizga beradi, biz onlarga ibodat qilish uchun, oyoqlarini da berdi, ibodat qilish uchun, rizqini da berdi Alloh onlarga ibodat qilish uchun. Bolalarda, unuqlarda nima ne'mat bo'lmasin bizning turmushimizda, Alloh taolo bir maqsad bilan berdi, ibodat qilish uchun. Shunga ko'ra Allohning rizqini oshirma. Bir vaqtda shular bir abastay bor edi. Hozir bu abastay bir yigit yoshda ko'rdi, şey ichganda, u yoshda abiyindi. O'g'lim deydi, "Sen namoz o'qiysanmi?" "O'qiysanmi?" deydi. Ataganda biroz bo'rlanib, "Aya, bu вообще не верю." "Ah, shulaymi?" deydi. Oldi da qo'li bilan og'zini qopladi, aytadi: "Ato'si Allohning havosini sulama" deydi. Biroz vaqt o'tgach, bu yigit namozga da bosdilar. Allohga shukr. Mana shunday ravishda, agarda gunoh qilasan kelayotgan, Allohning havosini sulama. Allohning rizqini oshirma. Allohning qullari bilan ishlama. Chunki Alloh taolo senga qullar berdi. Oyoqlar da senga Alloh subhanahu va taolo berdi. U oyoqlarni gunohda ishlatma. Mashina bergan senga Alloh taolo, benzinni da Alloh taolo senga beradi. Shunga ko'ra, agarda gunoh qilasan kelayotgan, Alloh bergan ne'matni u yo'lda ishlatma. Sen haqqing yo'q. Nechta gunoh qilasan? Agarda qo'lda silkitib bo'lmaydi, oyoqlaring bilan borib bo'lmaydi, demak gunoh qilib bo'lmaydi. Bunda da bu kishi aytadi, bo'ldira olmaydi. Yaraydi, ato'sa uchinchi shart deydi. Alloh taolo bor qilgan ham sen oyoq bosib yurib turgan yerda deydi, shu yer ustida yashamadi. Bu yerni de Alloh taolo bizga berdi ne'mat bo'laraq, Allohga ibodat qilish uchun. Shu yerda yurmadi sen. Chiqayda yo'q bo'ldira olmaydi. Chunki bu yer Allohniniki, yulduzlar da Allohniniki, quyoshlar da Allohniniki, havosi da, hatto ko'rinmay turgan jon uyalari da Allohniniki. Butunisi Alloh subhanahu va taoloniki. Mana deydi, bo'ldira olmaydi. Ya'ni atsa 4-chi shart. Agarda bo'ldira olsam deydi, gunoh qilasan. O'lim farishtasi kelgachdi, o'lim vaqtida kelgach, o'lim farishtasi senga keladi. Sen ularga aytdi, "Ana men o'lmayman deysan, bor ketalim bundan" deb. Aytib qara deydi. Biz jamoat bu turmushda yashaganda bizda 2 shart bor. İxtiyor haqqi, o'zimiz so'ylaymiz dinga amal qilirgan, ham g'afur haqqi. Ya'ni aylarimizdan da, atilarimizdan da, opalardan, inlardan, iптashlardan, qardoshlardan g'afur so'ray olamiz. Lekin bu 2 shart o'lim vaqti kelib bilan olinadi. 2 haq shart. 2 haq o'lim vaqti kelib bilan olinadi.
Hem ölüm feriştesi kirliyken bunda senin ihtiyar hakkı yok indi. Ölüm feriştesi Allah'ın emrini ötep senin canını alar. Ne seni sintleme. Hem ondan anarlaydı. Ölüm feriştesi kirliyken şey anarlaydı. Yüreğin baka ölüm. Sen baka gidip durarlar, baka yaşayın bari. Bu da cemaat elbette kılkı. Tek şeyde ben bunu bulduralım değil. Ya öyle. Beşinci şart. Sen kabirde bulganda iki ferişte sana sınav verir için gelgende sen Allah'a ait gidiniz zalim benim nasrayım yok. Sıralara cevap veresim gelmiyor. Yok indi. Bana da buldurup olmuyor. Buldurup olmuyor. Çünkü vefat buldun bittiğinde bu dünyadan gittin. Şimdi ihtiyar hakkı yok senden bir kim hem bir nese soramaz. Til yesinmesin, tilam yesinmesin. Bana bu dünyada yaşayanda sen ayta Allah deyin, bana işleyin, bana işlemeyin. Çünkü bu hakkı sen Allah Teala verdi. Ama bu dünyada gitti bilen şimdi ihtiyar hakkı alındı cemaat. Yarı değil, sınırlı şart. Buldur alsan, bulursun, bundan bulursun. Kıyamet günü değil, ferişteler seni cehennem otuna istirab barırlar. Sen Allah'a ayt, yok, cehennem otuna barmayın. Aytıp qara deyip, eğer de bulduralsan günah bar kıl deyip. Deyip de yok indi, anısına bulduralmayın deyip. Atusa İbrahim ayta, Allah ise deyip, günah kılma. Tevbe kılıp, Allah'ın kuşkanlarını ötep, tıyganların tıyılıp yaşa. Senin kutulun hem bahette bulun şunda bulaşak deyip. Bir cemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizge şimdi haber verir. Bu turmuşka qaratır. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ellezî halaqal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsanu amela ve huvel azizul gafur. Allah kimnin iyilik kılaşağın sınab karar için ölümni yaşayış turmuşunu bar etti. Allah her nerseden üstün ve yarlı kavuşu. Mulk suresi 2. ayet. Allah Subhanahu wa Ta'ala her bir bizge nasip etseydi günah kılmazka. Çünkü günah kılıp özümüzni baxtsizlikka olib boramiz. Allohga itoat etib günah qilmay yashasak, kelajakda jannatda Alloh bersa narsa tilaymiz, shuni ishlayapmiz. Chunki jannatda gunoh bo'lmas. Jannatda narsa kishtilik, shularga erishib. Subhanakallohumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.